Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbatdagi grammatik qo'shimchamiz bu il suitta va il suopta. Koreys tilida il suitta va il suopta degan grammatik qo'shimchalar bor. Bular qanday grammatik qo'shimcha ekan? Bu grammatik tuzilma qila olmoq va qila olmaslik deb tarjima qilinadi. Ya'ni biror ishga imkoni bor yo yo'qligini ifodalashda. Buni qanday va fe'llarga qanday qo'shilishiga to'xtaladigan bo'lsak, hammamiz bilgandek, undosh bilan tugagan fe'llarga il suitta va opta, unli bilan tugagan fe'llarga bo'lsa l suitta va opta qo'shiladi. Il suitta qila olmoq, il suopta qila olmaslik inkori hisoblanadi. Misollarda buni chuqurroq ko'rib o'tib ketamiz. Chonim suyon hal su issoyo. Men suzishni bilaman, suza olaman. Onurin mandan opsoyo. Bugun uchrasha olmayman, vaqtim yo'q, ishim ko'p degan holatda. Ilgil su issoyo o'qiy olasizmi? Yoki pake nagal su opsoyo bo'lsa tashqariga chiqa olmayman. Nimaga? Kimdir xotinimi ruxsat bermagan, shuning uchun tashqariga chiqa olmayman deb aytayapti. Bu qobiliyat, imkoniyat ma'nosida qo'llaniladigan qila olmoq va qila olmaslik deb tarjima qilinadigan grammatik qo'shimchamiz edi. Bu grammatik qo'shimchamiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar.